Sharxondagi eng birinchi, eng yirik o'quv markazi bo'lgan G'oya School qabulini o'tamiz va batafsil ma'lumot olamiz. O'quv markazida ingliz, rus, koreys oliygohlariga tayyorlov va bundan tashqari prezident maktabiga ham tayyorlov kurslari bor ekan. Andijon viloyati bo'yicha bir yilda bor yo'g'i 24 nafar o'quvchi prezident maktabiga qabul qilinadi. Sharqon holatiga ko'ra, atigi 1 nafar o'quvchi prezident maktabiga kirgan. U ham bo'lsa, G'oya School talabasi. Ayni vaqtda 3000 ga yaqin o'quvchilar tahsil olyapti. Shuncha o'quvchi aynan G'oyani tanlaganidan ham bu yerdagi ta'lim sifatini bilsangiz bo'ladi. Sharxonda eng yuqori IELTS, ya'ni 8,5 ball sohibi Javohir aka ham o'zlari bilim beryapti. Multileveldan real examiner Bekzod aka ham shu yerdalar. Ta'lim sifati haqida gaplashdik. Endi bo'lsa sharoitlar. Zamonaviy, shinam, undan tashqari alohida book cafe ham mavjud. O'quvchilar ham taomlanib, ham dars tayyorlab o'tirsa bo'ladi. Shuncha ma'lumot berdim. Endi to'g'ri qaror qabul qilish o'zingizning qo'lingizda. Batafsil ma'lumot yoki bo'lmasam ro'yxatdan o'tish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.